Aynan Urganchda qaynab turgan ko'chasi, ya'ni Al-Xorazmiy ko'chasida, Surjumet klinikani yonginasida kattagina binamiz ijaraga beriladi. Bu ko'rib turganingiz esa sho'rni stoyankasi bo'ladi. Hozir ham asfalt qilingan, lekin egasini aytishi bo'yicha bir boshdan tap-takizatib asfalt qilinadi. Plus birdan proxodlar ochiladi, hamma joyi taqlanib beriladi. Xullas, yana shu ko'rib turganingiz zdanyangizni podval qismi ijaraga beriladi. Berlar esa to'liq stechkatib, taqlanib, hamma narsasi joy-joyida bo'ladi. Kuru podvali bormi desangizda yo'q. Aynan shuni yonginasida shuning kattagina novestatib taqlangan joyimiz ham ijaraga beriladi. Sizni biznesingizga nechik remont kerak bo'lsa, bernam taqlab beradilar. Xohlasangizlar polni beklanadi. O'quv markazida bo'lsangiz, katta bir zal qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Oyna bilan bo'lish kerak desangiz, oyna bilan ham bo'lib beriladi. Xullas, egasini aytishi bo'yicha, nov kerak bo'lsa, hammasini kelishib taqlaymiz deydi. Orqa tarafdan albatta podval uchun oddiy xodlari qoldirilgan. Yana bir zo'r joylardan biri Mr. Foodning yonidagi shu katta ko'chadan bemalol podval qismimizga kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Bu yon tarafda esa mashinalarimiz uchun keng joylar ham qoldirilgan. Bu ko'rib turganingiz esa podval qismi bo'ladi. Podval qismida shunday birinchi katta zal sizni kutib oladi. Balandligiga keladigan bo'lsak, 3 metr balandlikda, ya'ni bir etaj etib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Qaranglar, shunday katta zal tushgan. Egasini aytishi bo'yicha, biznes egasini xona kerak bo'lsa deydi, xona etib ham bo'lib beraveramiz deydi, ustunda galashamiz. Bu ko'rib turganlaringiz yana birinchi katta zali bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz esa uzun koridor bo'ladi, qaranglar. Kengina koridorlari qoldirilgan, xona etib bo'lingan. Bu ko'rib turganingiz yana ikkinchi zal desak ham bo'ladi. Bu ham kengina. Xohlasangiz shuni katta zal qilib qo'yasiz, xohlasangiz bo'lib xona etib beradilar. Plus orqa tarafga proxod ham bor. Bu ko'rib turganingiz esa keyingi zalimiz bo'ladi. Bu ham kengina qoldirilgan. Xohlasangizlar xona etib bo'lib beriladi. Xullas, bir gap bilan aytganda Urganchda shunday qaynab turgan tochkasida o'zingizning biznes uchun zdaniya qidirib bo'lgan bo'lsangiz, yana sizlar uchun zo'r taklif. Egasini nomerini qoldiramiz, bemalol narxlarni kelishasizlar, remontlarni kelishasizlar, biznesingizni gazini bosib beraverasizlar.